Assalomu alaykum. Andijon Tunikafon kanalidan sizlar do'stlar, videomiz kimga foydali bo'lsa, bir dona like tugmachalarini bosib, sizlardan shuni kutib qolamiz. Mana navbat ishimizni Zelnamo shahrida qilib beryapmiz. Kimga shunaqa Tunikafondan ishlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. 93 kodi bilan 067 11 44 raqamlariga aloqaga chiqib, sizlar buyurtma bersanglar, navbatdagi xonadonimiz sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin. Usta aka, yaxshimisiz? Rahmat. Mana shu usta akalarim, mana lampochkalarni qo'yib, oxirgi mana lampalarni mana sretniga mana o'rtasiga ham qo'yyapmiz. Ahmad bersanglar, robotxonamizda 5 ta, 3-siga qo'yamiz, o'rtasiga bo'ladi, do'stlar. Mana xudo xolasa shu ustakalarning tarafidan o'ta go'zal holda bo'lib bityapti. Shapkamiz chiqish eni 70 sm. 70 sm. Ko'rib turibsizlar. Podashkaga like tugmachalarini bosib, videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa. Mana do'stlar, bakovoylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana burchalarni mana go'zal holda qilib yopib berdik. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Xizmatlarimiz vodiy bo'lib, bemalol telefon qilaverasizlar. 93 kodi bilan 067 11 44 raqamlariga aloqaga chiqib, buyurtma bersanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.